do'stlar, bugun Tigo 2 Pro model haqida gaplashamiz. Xo'p, bularimiz kunduzgi LED faralari bor, linza chiroqlari bilan qoplangan bo'ladi. Xo'p, yonbosh qismiga o'tamiz. Yonbosh qismiga, ya'ni yengil quyma diska balon bo'ladi. Ham yumshoq plastmassadan ajratilgan bo'lib, ancha chang loylardan asraydi. Xo'p, bokovoylarimiz polniy qayrilib chiqadi, polniy. Faralari bor shekillarda. И бесключевой достуplari bor. Mashina avtomatik ochiladi, sensor bo'lib. Ichki qismlari polniy elektronika rul bo'ladi. Klimat kontrol, ключ kontrollari bor, avtomatik korobka. И oldi sidina, orqa sidina faqat abagriff bo'ladi, faqat isitadi. И monitor qismiga kelsak, monitor qismlari 900 zoomli monitor bo'ladi va lyuklari ham bor. Xo'p, bularda anaqasi multimedialar polniy hammasi joylashgan bo'ladi. Ovoz ko'targichlari mana, boshqa ham elektronika bo'ladi, avtomat korobka, konditsioner ham mo'jni sovutadi, isitadi. Xo'p, motor qismlari 1.5 turbin. Sidinlari ham ancha keng bo'ladi. Mana, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Ancha keng. Xo'p, bu Tigo 2 Pro modelimiz orqa ko'rinishlari mana. Bagajlarni ham ochib ko'rsataman sizga. Bagaj ochilishlarini bemalol ko'rsanglar bo'ladi mana, ancha keng. Tigo 2 Pro modelimiz rasxodlari ham ancha kam. 6 ta rasxod qiladi. Dannilarga 3,5 ta rasxod qilyapti hozir. Klientlarimizdan so'radik biz ham. Ancha ekonomik rasxod.